Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam kim Allohning roziligi yo'lida bir masjid qursa, Alloh taolo unga jannatda qasr qurib beradi deganlar. Qani aytinglarchi, bitta vahobiy masjid qurdimi? Bitta salafiy masjid qurganmi? Qurgan yo'q. Ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlar rahmatullohi alayhi aytardilar. Mana shu bemazhablarga qarshi kurashishda. Bular qayerga borsa dinga dushmanlik qiladi. Qayerga borsa o'sha joyda rivojlanish, taraqqiyotning tomiriga ildizga bolta uradi. Bitta vahobiy yo'qki masjid qurgan bo'lsa, bitta salafiy, soxta salafiy yo'qki masjid yoki madrasa qurgan bo'lsa, qani aytinglarchi? Mana Buxoriy sharifda bormi birorta mard agar, ha biz vahobiylar to'planib bitta masjid qurganmiz deydilar. Yo'q. Chunki qurolmaydi. Nima uchun qurolmaydi bilasizlarmi? Nimaga masjid qurmaysanlar desang, ular aytadiki, "Ya bizga bu vatan kerak emas" deydi. Bahonani qarang. Ko'ryapsizmi? Holbuki biz qurib qo'ygan masjidga kelib namoz o'qiydi. Siz bilan biz ahli sunna val jamoa, Maturidiy e'tiqodi, Hanafiya mazhabi, Naqshbandiya tariqati, osim qiroatida amal qilayotgan mo'min musulmonlar qurgan masjidlarda kelib ibodat qiladi. Namoz o'qiydi. Yana nima qiladi? Fitna urug'ini sepib ketadi. Boshqacha namoz o'qiydi-da, bitta yoshi yo'lda urishga harakat qiladi. Nima uchun siz boshqacha namoz o'qiyapsiz desa, "Ya bu imomlaring adashgan bular" deydi. Mana bu hadis sharifda bor deydi, sekin vasvasa qilishni boshlaydi. Faqat zarar, koni zarar bular. Ana shunday insonlar vatanni sotadi. Chunki bunday insonlar chet eldagi bularga mo'may daromad yuborib turgan homiylari bilan doimiy maxfiy aloqada bo'ladi. Mana bular pulga sotadi vatanini. Ingliz bosqinchilari bilasizlar, juda ham ko'plab yurtlarni bosib olgan. Ana shunday yurishlaridan birini Iroqqa to'g'rilabdi. Iroq yerlariga kirib borayotgan paytda bilasizlar, yurtni chet dashtlarida, sahrolarda qo'ychivonlar qo'y boqib yuradi. Bir qo'ychivon qo'yni boqib yurgan ekan. Ingliz ofitseri askarlari bilan birga kelibdi-da, qo'ychivon bilan uchrashib, gaplashib, qo'ychivonning asosiy yordamchisi eng zo'r quroli nima? Qo'ylarni haydab qonun qoidasiga itoat etib turadigan itlari bo'ladi, ya'ni kuchuklari bo'ladi. Baquvvat, bo'ri bosar itlar bo'ladi. Haligi ingliz ofitseri iroqlik bir musulmon qo'ychivonga aytibdi. Mana shu itlaringdan bittasini debdi, bo'g'izlab tashlasang, senga bitta bir funt sterling beraman debdi. Funt sterling dollardan ham katta pul turadi endi. Haligi qo'ychivon bo'ldi debdi. Itini, podachini itini qanday qiymatga ega bo'ladi u? Shunda oltda so'yib tashlabdi. Bir funt sterling beribdi. Qo'ychivon jim turgan ekan, shu itingni debdi hozir. Terisini shirib tashlasang, yana bir funt sterling beraman debdi. Itini terisini shirib tashlabdi. Bir funt sterling beribdi. Kiyana ofitser go'shtini, shu itingni go'shtini nimtalab tashlagin, yana bitta funt sterling beraman debdi. Qo'ychivon pichoqni olibdi-da, o'zini qadrdon itini, go'shtini nimtalab parcha-parcha qilib tashlabdi. Bitta funt sterling beribdi. Ofitser askarlarni to'plabdi, indamasdan ketayotgan ekan, qo'ychivon, "O, to'xta" debdi. Ha degan ekan, "Yana bir funt sterling bersang, shu itimni go'shtini yeyman" debdi. Ofitser nima debdi? "Kerak emas menga yeyishing yemasliging" debdi. "Ha, unda nima uchun buni o'ldirtirding? Nima uchun go'shtni nimtalatding? Funt sterling berding-ku. Yana bir funt sterling ber, shuni go'shtini yeb olaman" debdi. Ofitser aytdiki, "Menga bu kerak emas. Men seni sinovdan o'tkazib oldim." "Qanaqa sinov edi?" desa, "Men hozir bosib kelayotgan bu yurtni aholisini o'zini qaramog'i ostidagi mol mulkiga, vataniga, o'ziga kerakli bo'lgan ashyolarga qay darajada muhabbati bor, pulga sotadimi yoki yo'qmi, shuni sinamoqchi edim. Sinovdan o'tolmading. Senlarning yurtingni arzimas kunda bosib olaman. Chunki senlarga funt sterling bersam bo'ldi, hammang sotilasan" degan ekanlar. Azizlar, ana shunday vatan xoinlari, sotqinlar mana soxta salafiylar, vahobiylarga chet eldan turib dollar jo'natsa, o'zini vatanining imomini sotib beryapti. O'zini otasining nikohini shu imom o'qigan. Imom o'qigan nikohdan keyin shu dunyoga kelgan. Agar shu imom o'sha bularning tilida bo'yicha sotqin bo'lgan imom shuni nikohini o'qimasa, uni bola valadi zino bo'lib dunyoga kelar edi. Dodo momosi o'lganda janozasini shu imom o'qigan. Shu badbaxt sotqin
soxta salafiy vahobiy tug'ilganida shuni qulog'iga shu imom azon etgan, takbir etgan tangligini ko'targan, kerak bo'lsa ismini qo'yib bergan. Ammo bu sotqin nima qilyapti? Chet eldan turib $1 beraman desa, imomini sotyapti. $2 bersa vatanini sotadi. $3 bersa dinini sotadi. Ammo biz dinni sotmaymiz, biz islom uchun kurashyapmiz dedi. Yo'q, bu seni fikringcha islom u. Sen o'zing to'qib olgan islom u. Haqiqiy islom u emas. Haqiqiy islom mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar. Kim o'zini moli dunyosi uchun, kim o'zini jonini saqlash uchun, kim o'zini dinini saqlash uchun va kim o'zini ahli ayolini saqlash uchun jon fido qilsa, shu shahid deyaptilar. Mana Iroqning ahvoli nima bo'lyapti hozir? İngilizlar bosib olgandan beri kim kelsa kelib bosib ketaveradi Iroqni. Unisi kelib bosadi, bunisi kelib bosadi, bir u bosadi, bir bobo bosadi. Faqat bosqinchilik. Hech tinchlik yo'q. Nimaga? Chunki xalqning ichida xoinlar ko'p. Arzimas dollarga 3-4 so'm chaqaga vatanini sotaveradi. Eng qadrdon necha yillardan beri qo'ylarini bo'ridan saqlab himoya qilib yurgan itini 3 ta funt sterling uchun so'yib, nimtalab, terisini shirib tashlagan sotqin qo'ychivonlardan iborat bo'lgan aholi dushmanga qarshi kurashadimi?